Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, bizlarni podpishchilar. Bugungi obzorimiz bugungi yangi kelgan yuklar. Bizga joy namoz ham sotamiz. Mana shunaqa variantchalar kelgan bugunga. Boshqa variant ham juda ko'p. Ayni hozir olib kelganlarimiz mana shunaqa joy namozchalarda xerasetkachasidan kelgan. Elektronli joy namozimiz ham bor. Nima bo'ldi? Elektronli joy namozimiz ham bor. Xo'sh, do'ppilarimiz kelgan. Do'ppilar hozirga eng hadavo velor do'ppi, mashina do'ppicha shu. Bekli, hidi chiqmaydi, kallaga yopishmaydi. Все сезонni keyin. Любой vaqt kiyib yuraverasiz. Bunaqa yog'mur yog'sa ustini salafa bilan qoplash shart emas. O'zi chotga bo'laveradi. Oqpar do'ppilardan kelgan. Sochchaliklari ham bor, besochligi ham bor. Hozir erta bayram xudo xohlasa oqparda besoch sochliklari kelgan. Keyin yangi Misrda yangi do'ppichalar kelgan. Juda yoqdi o'zimga ham. Mana qanday do'ppichalar. Katta ishlangan ekanda bu. Kiydim. Juda yaxshi narsa ekan. Men doim do'ppi kiyib yuraman. Mana shu menga yoqdi. Endi bu yangi, hali ertangi yangilaymiz. Keyin mana qanday Misrda bu oldin sotib yurgan variantimizdan ham kelgan. Al-Naim degan bor ekan yangisi. Yangi do'ppichalar. Bundan ham kelgan, bunaqa arzonroq variant, navoda kerak bo'lsa-ga. Keyin mana bu o'zimizning chust do'ppilarimizdan ham kelgan. Chust variantida. Bu arzon varianti, bu byudjetli varianti. Kimga kerak bo'lsa, detskiy lazerni belbog'chalarimiz kelgan. Detskiy lazerni belbog'chalar. Endi bir dona mana shunaqa to'nchamiz keldi. Bu праздничный to'nlardan da. Paxtalik. Oh, men buni yechishim kerak ekanda, buni keyin obzor qilamiz xudo xohlasa. Marhamat, kimga kerak bo'lsa, telefon nomerimizni aytsangiz, aloqaga chiqaverasizlar.